Ayollar, onalar farzandiga kitob o'qimay qo'ydi. O'qiganmi Nigor opa o'zi? O'zi Birinchi savolga o'qimagan, oydinlik uni kiritaylik. onasi ham o'qitmagani uchun endi mamnaqada qarang. Bizni o'zbek xonadonida qiz farzand dunyoga kelganda bizni qadriyatlarimiz, bizni qarashlarimiz qanaqa? Sep yig'ish bilan boshlaymiz. Albatta-da. Tug'ilishi bilan erga tegish haqida o'ylaymiz-da. Yaxshi xonadonga kelin bo'lishini xohlaymiz. Yaxshi oila bekasi bo'lishini xohlaymiz. Yaxshi farzandlarni chiroyli tarbiyalashini xohlaymiz. Xizmat qilishini xohlaymiz. Qaynona, qaynotasini, erini xizmatini qilib duo olishini xohlaymiz. Albatta. Bu juda go'zal baxt. Bu ayolning nazokati ham shunda. Lekin agar ayol faqat shulargagina e'tibor qaratsa, faqat shungagina bo'lib qolsa, faqat xizmat qilaversa oilada, faqat farzandning tarbiyasi, o'sha erkak ham bir kun zerikmaydimi? Ya'ni ayol kishi faqat aqlli bo'lsa, oqilali qayerda qoladi? Ayolni tadbirkorligi, uddaburonligi, bilimi, zehni bilan, u ilmi bilan go'zalda ayol. U aqlli bo'lsa, u salohiyatli bo'lsagina farzand salohiyatli bo'ladi-ku. Ya'ni biz qiz dunyoga kelganda albatta unga sep qilishni o'ylamasdan, shu avval boshida qadriyatlarimizni, biz o'sha urf odatlarimizni, an'analarimizni, stereotiplarni yo'q qilib tashlaydigan stereotiplarga egamizda. Urf odatlarni tek tugi bilan yo'q qilish kerak. Bu o'sha balki qo'pol eshitilishi mumkin. Qiz bolani qulog'ini tishlatishdan tortib. Hozir yo'q-ku bu. Bor. Chegara juda ko'p hududlarda, chetroq joylarda bor. Beshik kirdi deydimi, nimadir deydi. Bor, juda g'alati odatlarimiz bor. U hali rozimi, rozi emasmi? Yo'q, umuman unga qaralmaydi. Qiz bolaga ham qaralmaydi. Kelayosham. Sep yig'ish bormi? Qiz bolani chet elda o'qitishga noto'g'ri-da bu fikr. Ya'ni qiz bola chet elda o'qimaydi, qiz bolani o'qitish shart emas degan qarashlardan voz kechishimiz kerak. Qiz bolani albatta o'qitishimiz kerak. Agar unga yaxshi go'zal tarbiya berilsa, yaxshi axloqli qiz bo'lsa, u dunyoni qaysi chetida bo'lmasin, uni tarbiyasi doim ushlab turadi. Demak, biz uni o'qishdan emas, o'zimiz bergan tarbiyadan qo'rqarkanmiz unda. Biz o'zimizdan qo'rqamizda. Ya'ni faqat buni tan olmaymiz. Ha. Bugun kattalar bilan yoshlar o'rtasidagi, qaynona va kelinlar o'rtasidagi, umuman jamiyatdagi muammolarga qarang, hammasi maishiy. Bir-biriga chuvalashib yotibdi. Erkaklar pul topish bilan ovora, ayolini yoki onasini yoki shu oila a'zolarini shu nima deydi? Nigor opa, hozir haligi bir gap keldi. Bu javoblarga hali qaytamiz alohida oila erkaklar masalasiga. Boyaga aytganingiz, jamiyatimiz kitob o'qish uchun demak o'sha bir shaxsga bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Javob shunaqa bo'ldi. Bir shaxs targ'ib qilish kerak va jamiyat kitob o'qishni boshlaydi demoqchisiz. Endi bunaqa narsa-da, adabiyot o'zi faqat yozuvchidan, tarjimondan, noshirga bog'liq emas-da. Adabiyotni nima deydi, hal qiluvchi shaxsi bu kitobxonning yuragida. Siz o'qimay qo'ysangizchi, men yozamanmi, Sanjar yozarlarmi, farqi yo'q-da. Uni o'qimay qo'ysa bo'ldi, tamom, adabiyot shu yerda o'ladi-da. Adabiyotga suv quyib turish kerak, uni sug'orib turish kerak, unga e'tibor berish kerak. Targ'ibot qilinmasa o'quvchi o'qimaydi. Targ'iboti juda kuchli bo'lishi kerak. Yaxshi platformalar kerak o'zbek adabiyotiga. Platformalar bizda yo'q. Platformalardan tashqari, keyin masalan mavzu krizisi ham bo'ladi-ku, ijodiy krizis ijodkorlarda. U yaxshi asar yozishi mumkin, lekin oldingilardan nimaga yaxshi yozmaydi degan savolni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, masalan, o'quvchi uchun dolzarblik ahamiyati ham muhimda. Sizga faqat emotsiya sotmasligi kerak-ku kitob. O'qiganingizda nazariy bilim olishingiz kerak, umuman tushunchalaringizni o'zgartira oladigan, kerak bo'lsa stereotipingizni sindira oladigan kitob bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Buning uchun men urush tarafdori emasman, lekin katta voqeliklar ham adabiyotga ta'sir qiladi. Masalan, Ikkinchi jahon urushi avvalini diqqat bilan qarab chiqsangiz, analiz qilsangiz, o'sha davrda kinematografiya va adabiyot endi so'nib borayotgan bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi bo'lgandan keyin odamlarda yangi ssenariylar paydo bo'ldi. Yozuvchilarda shu haqida asar yozish haqida fikr paydo bo'ldi. Hikoyalar, kinolar bu o'z-o'zidan aktyorlarni paydo qildi, dramaturgiyani rivojlantirdi. Ya'ni ma'lum bir global voqeliklar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Gap faqat targ'ib va yozishda emas, Nigor opa.
g'oyalarda, ya'ni odamlarni umummilliy, insoniy, global o'ylantiradigan muammolarda. Masalan, oxirgi eng katta voqelik baribir koronavirusda. Undan keyin hali bir katta global voqelik bo'lmadi. To'g'ri. Lekin biz o'sha haqida ham yetarlicha asar yozmadik, menimcha. Mingta odam kasal bo'ldi, qancha odam o'ldi. Har bittasini virusgacha bo'lgan alohida ssenariysi bor. Ha, to'g'ri, g'oyalar kerak, katta voqealar kerak, qahramonlar kerak adabiyotga. Va yana falsafani o'zgartirib yuborish kerak. Boyish haqidagi falsafalarni tugi bilan qo'porib tashlash kerak. Falsafalarni yangilash kerak. Jadidlar yangi falsafa bilan kirib kelgandi. Mana hozir yangilandimi shular? Yo'q. Biz yana jadidlarga qaytdik-ku. Jadidlarni falsafasi, jadidlarni g'oyalari hali ham aktual bo'lib turibdi. Chunki hali ham biz o'sha quyi pog'onadan tepaga chiqa olmadik-da. Bu gap o'sha kitob o'qiydigan jamiyatimizga tegishli bo'lyapti, to'g'rimi? Ha? Sanjar aytmoqchiki, men tushunishim Taklifni ham nazarda tutdim-da. Ya'ni o'qinglar deyishdan tashqari ularga nimani o'qish kerak? O'zimizdan bizda nima bor o'zi beradigan savol ham bor. Endi qarang-da, adabiyotdan ayblash kerak emas-da. Yo'q, men ayblamayman. Adabiyotda yaxshi asarlar bor-da. Mana qarang-da, Dan Braunni doim aktiv, doim faol ijtimoiy tarmoqlarda. Bir kichkina qissa, hikoya yozadimi, hattoki kuchugi bilan sayr qiladimi, doim kuzataman-da. Har doim ijtimoiy tarmoqda faol. Doim o'zini biron bir hayoti, shaxsiy hayoti bilanmi, ijodi bilanmi bog'liq ma'lumotlarni doim ijtimoiy tarmoqqa yuklab boradi. Nima uchun buni aytyapman? Ha, ulashib turadi. Bu juda muhim-da. Bu asta-sekin o'sha kitobxon bilan o'rtadagi uzilib borayotgan zanjirni mustahkamlaydi. Ko'prikni mustahkamlaydi-da. Bizda qanaqa? Bizda ko'p yozuvchilarimiz, ayniqsa katta yoshdagi yozuvchilarimiz, zo'r asarlar yozgan yozuvchilarimiz, men yozaman, siz targ'ib qiling degan siyosatni o'tib olishgan shunga. Savol berasiz, nima uchun kam namozsiz ijtimoiy tarmoqda desangiz, siz targ'ib qiling deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Biz qaysi zamonda yashayapmiz? Majburmiz zamonga moslashishga. Yozuvchi ham bir qahramonda. Albatta, u o'zi agar targ'ib qilmasa, men targ'ib qilamanmi? 10 ta nigora targ'ib qiladimi? 100 ta foydasi yo'q. Yozuvchini o'zi avvalo sahnaga chiqish kerak. Kitobxon yozuvchini kashf qilish kerak. Avvalo uni tanish kerak. Mana shuning uchun aytdim-da, platformalar kerak. Chunki nima uchun aytdim? Yozuvchiligi kerak emas. Yozuvchiligi qiziq emas. Bizni yozuvchilarimiz mana endi sekin-sekin hozirgi yosh yozuvchilar biroz faol, o'zini ijtimoiy tarmoqlarida kitobxonlar bilan jonli suhbatlar qilishadi, lekin juda kam sonli-da ular. Aslida dunyo yozuvchilari nima qiladi? Har bir qadamini yuklab boraveradi, ko'rsatadi. Mana men bu yerdaman, mana bunday asar yozdim deb. Mayli bitta odam o'qisin, mayli ikkita odam o'qisin, lekin asta-sekin jonlanadi adabiyot. Bizda nima uchun jonlanib ketmaydi? Avvalambor til bilish masalasi juda katta muammo. O'zbek adabiyoti jahon adabiyotiga olib chiqilmasligining eng katta muammosi bu til bilish masalasi. Tarjimalar masalasi oqsa edi. Jahon adabiyotidan o'zbek adabiyotiga tarjima qilinayotgan asarlar asta-sekin ko'payapti, lekin nima uchun o'zbek adabiyoti tashqariga chiqmaydi? Ularga kerakmi? Kerak emas. Biz o'zimiz targ'ib qilishimiz kerak. Eksport qila olish kerak-da. Mana shu narsani targ'ib qilishimiz kerak. Xo'p, bu yerda o'qisayapmizmi? Endi u tomonini gapirmasak ham bo'ladi. Biz avvalo o'zbek auditoriyasiga o'zimizni ko'rsata olaylik. Hali ham yozuvchisi O'tkir Hoshimov, Said Ahmad yoki mana shu Abdulla Qodiriylardan tashqariga o'ta olmaymiz. Juda ko'p yozuvchilarimiz bor. Lekin ular o'zlarini targ'ib qilishmaydi. Targ'iboti juda kuchli bo'lishi kerak. Action hayotga kirib borish kerak. Instagram qayerda odam ko'p bo'lsa, mana shu yerni egallash kerak yozuvchi. Qayerda odam ko'p bo'lsa, mana shu yerga yorib kira olish kerak yozuvchi. Meni yoshim 80 ga chiqdi, meni yoshim 60 ga chiqdi deb o'tirish umuman bugungi kunda to'g'ri kelmaydi. Lekin bu siz sanagan yozuvchilarning ikkita katta yutug'i bor-da. Boyaga aytgan mavzuyimga qaytaman. Bittasida ularda urush mavzusi aktual bo'lib turgan. Ikkinchisida juda katta imperiya parchalangan. Bu adabiyot uchun juda muhim. O'tkir Hoshimovning eng pik asari Ikki eshik orasi, Ikkinchi jahon urushi davri haqida. Said Ahmadning eng pik asari Ufq, Ikkinchi jahon urushi haqida. Yoki deylik, tushda kechgan umrlarmi O'tkir Hoshimov, Shahnoza va Rustam Sovet ittifoqini salbiy tomonlarini yoritgan. Ya'ni bu juda ham muhim detalda.
siz juda to'g'ri aytyapsiz va boyagi mavzuga qaytaman. Odamlarga nima bera olamiz degan paytda bo'shliqni to'ldirib turadigan, yozuvchiga yordam berib turadigan jarayonlar bor bo'lgan. Balki bugun shunaqa jarayonlar yo'qdir degan fikrim bor. Mavzularni o'tkazib yuborayotgan yozuvchilarimiz ko'p. Ya'ni Bu fikringizga ham qo'shilaman. mavzular bo'ldi orada. Jiddiy mavzular bo'ldi. 2-3 ta dolzarb aktual mavzular bor. Lekin boshqa tomoni ham bor-da. Masalan, deylik, bugun qadriyatlarimizga juda ham zid bo'layotgan o'sha Yevropa madaniyati kirib kelishi, mana shularni yozish kerak. Lekin kim qanday qabul qilishi ham bor-da. Bu juda ham jiddiy mavzuda. Ya'ni siz bir asarni yozasiz, har xil darajadagi kitobxon bor-da. Uni ya'ni teskarisiga ishlab ketish formulasi bor-da. Mana shu joylari xavfli bo'ladi. Biz kitob temasiga o'tib ketib qoldik-da. Qaytaylik oilaga. So'nggi paytlarda sizga shunday tuyulmaydimi? O'zbek jamiyatida ayollarga inkubator sifatida, konveyer sifatida, shu tug'uvchi apparat sifatida, erkaklarga bo'lsa bankomat sifatida qarash rivojlangandek tuyuladi menga. Erkaklar shu pul topsa bo'ldi. Topsa bo'ldi emas, topishi shart. Hozir ommalashib ketdi-ku, nechidir yoshida nimasidir bo'lish kerak, bir narsaga erishgan bo'lish kerak, 18 yoshda menimcha pul topish kerak degan, bilmayman kimlar qilyapti bu so'rovnomani va kimlar chiqib qoldi unga javob berib. Shunga kelamiz. Shunaqa qarash shakllanib qolmayaptimi, Nigor opa? Ya'ni biz insonga inson sifatida emas, bittasiga tug'adigan, bittasiga ishlaydigan qul sifatida qarab qolmayapmizmi? Afsuski shunday, shu oiladan boshlanyapti-da hammasi, istaklarimizdan boshlanyapti. Bizga singdirilayotgan qadriyatlardan boshlanyapti. Juda ko'p qizlarga yaxshi sarpa qilishdan boshlanyapti. Qizlarning orzusi ham shunga qarab ketyapti tabiiy ravishda. Masalan, onasi unga aytgan, shu oilada tarbiya topgandan keyin qiz nimani istasin? Xuddi shunday bo'lyapti-da. Ikki o'rtada endi munosabatlarda bunaqa narsa-da, ayol bilan erkak munosabatida bu aslida oiladagi uzoq va totuv go'zal hayot bu munosabatlarni o'rtasidagi muhabbatga borib taqaladi-ku. Ya'ni muhabbatsiz qurilgan munosabat aslida u muhabbatga asoslansa ham juda katta mehnatda. Ya'ni u menga ko'ngil qo'yibdi, men uni sevaman, bo'ldi, shu bilan hayot davom etmaydi-da. Siz o'sha tuyg'uni asrab qola olishingiz kerak-da. Parvarish qilish kerak. Parvarish qilish kerak-da. Agar uni parvarish qilmasangiz, hozir juda bir shafqatsiz hayotda yashayapmiz-da. Yutqizib qo'yishi mumkin odam. Endi har qanaqa inson ham, ayolmi u, erkakmi u, bir zavqlanib yashashni istaydi-da, turmushida, oila qurganida, farzandli bo'lganida, halovatda yashashni istaydi-da. Lekin ayolga nisbatan ham, erkakka nisbatan ham bo'ladigan bosimlar bor-da. Ko'rinmas bir yoqimsiz holatlar bo'ladi-da. O'zbek endi jamiyatimiz juda ko'p oilalarda-da bu o'sha bizani asosi shu qadriyatlarimizga borib taqaladi. Bizani nima deydi? Xohishlarimizga, istaklarimiz o'zgarib ketganda, oilalardagi muhit o'zgarib ketgan. Kattalarni yoshlarga bo'lgan talablari o'zgarib ketganda, tarbiya uslublari o'zgarib ketgan. Masalan, avvali qanday bo'lgan desangiz, avvalida katta yoshli insonlar, shu momolarimiz, katta buvilarimiz yosh oila qurdimi, shu farzandiga ko'makchi bo'lsin, bolasiga tajriba bo'lsin, yosh farzandini tarbiyalashda biz unga yordam bo'laylik deb yordam berishgan. O'g'liga moddiy jihatdan biroz dalda bo'laylik deb otalari, bobolari bir dalda bo'lishganda. O'sha tarbiya moddiy tomondan ham. Moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham. Endi bu yillar o'tib, hatto asrlar o'tib, bu tarbiya uslublari umuman o'zgarib ketdi. Unga istak qo'shildi. Unga qaynonalarni deylik, balki hozir maishiy bu mavzu. Masalan, yaxshiroq sarpa kelishni istashadi yoki bo'lmasam o'g'li yaxshiroq pul topsin, qo'shnidan yaxshiroq yashashni istashadi, ko'proq moddiyat bilan bog'lashadi. Ya'ni istaklar o'zgarib ketdi-da. Nimaga 100 yildan beri shu narsa ta'sir qilmadi? Nigor opa, masalan, to'y haqida gapirib, Baxtsiz kuyov asari bor.
100 yil oldin yozilgan. 100 yil oldin o'sha asar to'y kamchiqim qilish haqida yozilgan. To'y qilish qimmatlashib ketayotgani, odamlar xarajat qilishi, bu ularga baxt olib kelmasligi haqida yozilgan asar baxtsizki 100 yildan o'tdi. Hali ham o'sha hashamatimiz faqat ortdi-ku. Ta'sir qilmadi-ku. Jumladan ma'ruzalar qilindi. Hali ham qilinadi, to'g'rimi? Sabr haqida, qanoat haqida, isrofi, yomonligi haqida ma'ruza qilinadi, lekin ta'sir qilmayapti-ku. Na dindan, na adabiyotdan qaytara olmasak, ya'ni odamlarni bu yo'ldan. O'zi masalan, hamma narsani chorasi, tabibi, hamma o'zini yelkasidagi ayol u nazokati, nafosati, o'sha ojizaligini tan olsa, Stop. imkon bersa. Ayol ojizami? Albatta ojiz. Ojiza. Bo'ldi. Endi davom etavering. Bugun ojiz emas deb hisoblayotgan ayollar ham bor-da, ayollar. Ayol albatta ojiza. Bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Ayolni istaklari bilan ham bog'liqda. U ayol emas, u onasi bo'lishi mumkin erkakni. Ya'ni istaklarimiz ko'payib ketdi-da. Ikki o'rtada erkakni qiyin holatga solamiz. Erkak albatta vazifasini, shu meni vazifam ekan, shu meni majburiyatim ekan deb albatta qiladi. Lekin ikki o'rtada nima bo'ladi? Sovish boshlanadi-ku. Xo'p, bizni istagimiz, shu insonni bizga bo'lgan munosabati, hissiyotlarini almashish evaziga bo'lar ekan, voz kechish kerak unaqa istakdan. Bizni talablarimiz, bizni moddiy ehtiyojlarimiz o'sha insonni qiynab qo'yar ekan va oxir oqibat o'sha inson bizga bo'lgan muhabbati dars ketar ekan, bu birdaniga bo'lmaydi-da. Hadib talab qilaversak, hadib ming'ir qilaversa, hadib nima deydi, o'sha qo'shnisidan, dugonasidan, o'rtog'idan o'tib ketish, o'sha talablari oshib boraversa, o'sha kaprizlari ko'payib ketsa, dars ketadi bunday munosabat. Tushunmovchiliklar yuzaga keladi, qalban uzoqlashish yuzaga keladi, yo'qotib qo'yadi. Bu tushunarli Nigor opa. Endi aynan o'sha moddiy jihatini hal qilib berayotgan erkaklar ham bor. Lekin buni qila olmaydigan erkaklar ham bor-da. Shu. Rizq masalasi bor-ku, Nigor opa. O'sha gapda, endi rozi bo'lmasa, rozilikni tushuntirishimiz kerak-da. Endi mamnaqa narsa-da, endi rozi bo'lmasa-chi odam to'ymaydi-da. Yo'q. Ko'zi to'ymaydi. Ozgina ayol endi merkantilniy женщина deydi-ku. Endi tabiatimizda bor. Bizga qancha sovg'alar bersa, har qanday ayolga yoqadi. Lekin har qanaqa masalada ham chegarani bilish kerak-da. Ayol chegarani bilmasa, yaqinini yo'qotib qo'yadi. Chunki agar yaqinini imkoniyati bo'lmasa, u uzoqlashadi. Shunisiga rozi bo'lsin. Aynan mana shu ijtimoiy tarmoqqa ruju qo'ygan olomon-ku hozir. Mana shu olomonni ijtimoiy tarmoq orqali qanaqa qilib isloh qilsak bo'ladi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqni buzgan ham o'zi, ijtimoiy tarmoqni to'g'rilaydigan ham o'zi. Ya'ni jamiyatimizda 10%, ko'p emas, 10% ham dinimizni har tomonlama yaxshi, mukammal egallagan va zamonaviy qarashlarga ega bo'lgan yaxshi shaxslar bor-da, jamiyat hurmat qiladigan, jamiyat qabul qilgan va eshitadigan odamlar bor-da, juda kam. Mana shularni ishga solish kerak. Regulyator ular bo'lish kerak. Albatta. Ularni qatoriga albatta adabiyot kishisini qo'shish kerak. Adabiyot kishisini endi boshqacha tomondan taqdim eta bilish kerak. Xo'p, odamlar sizni qo'lingizdagi diplomatingiz, kitobingiz bilan hurmat qilmayaptimi? Siz mana shu kitobingizni mashhur bir shaxsga o'qitishingiz kerak. Mashhur shaxs sizni kitobingizni targ'ib qilish kerak. Boshqachasiga odamlarni olib kirib keta olmaysiz. Yaxshi shu ko'chaga, yaxshi adabiyot maydoniga, ma'naviy ongini faqat shu orqali o'stirishimiz mumkin. Boyish bu birlamchi emas-da. Boyib siz baxt topa olmasligingizni odamlarga tushuntirish kerak. Xo'p, odamlar yaxshi quruvchini, yaxshi tadbirkorni eshityaptimi? Yaxshi asar yozgan odam shu odamni shaxsidan, shu odamni feysidan, shu odamni mashhurligidan foydalanish kerak. Boshqa iloji yo'q. Shu odam ham shu kitobni targ'ibotini qiladi, ham shu yozuvchini obro'sini oshira oladi.
bir o'q bilan ikkita quyonni urish mumkin. Boshqachasiga yechim yo'qda. Chunki odam faqat shuni ko'radi. Odam faqat shuni hurmat qiladi. Yozuvchini hurmat qilmasligi mumkin. Bu beshafqatli-da o'zi. Tushundim, lekin shunaqa. ziyoli qatlamchi. Mana shu ziyoli qatlamni mana shunday targ'ib qilamiz. Bu yerda boy qatlam odatda o'qimaydi-ku. Ha. Hammasi ham emas, ko'pchilik o'qimaydi-ku. To'g'rimi? Ya'ni ularda amaliyot nazariyadan yaxshiroq degan tushuncha bor-da ko'pchilik. Bunaqa narsa-da, Sanjar, qarang. Biz noto'g'ri o'ylaymiz-da, mana adabiyot kishisi shunaqa bo'larkanda endi borib yaqinda bir inson chiqdilar, hamma uni eshitdi, lekin juda ko'pchilikda kitob o'qib borib mana shunaqa bo'lib qolar ekanda degan tushunchalar shakllandi. Podkastga akani aytyapsiz, to'g'rimi? Ha. Shunaqa bo'lish kerak emas-da, adabiyot kishisi o'zini boshqacha taqdim qilish kerak-da. Kitob o'qib shunaqa bo'larkanda oxiri degan fikrga keltirish kerak emas. Kitob o'qib juda ko'p narsalarga erishgan odamlarni bilaman, mashhur shaxslarni bilaman, boy odamlarni bilaman. Shular bilan shaxsan tanishib, suhbatlar qilganman. Ya'ni haqiqatan kitob o'qib nimagadir erishganini isbotlay olgan. Mana shunday shaxslar kerak bizga. Bu hozir kitobdan yana ham qo'rqitib qo'ydi, Nigor opa. Bu kitobdan qo'rqitib qo'ydi. Jinni sifat bo'lib qolar ekan degan qarash paydo bo'ladi, baribir kimnidadir. Shunday. Kitob o'qigan Bu yana ham odam, nochor odam bo'lib qoladigan qarash bo'ldi-da. kitob o'qigan odam Ko'pchilikda. aljiramaydi-da. Hmm. Kitob o'qigan odam bitta chiziqda gapiradi-da. Nabor slov deymiz-ku, bunday bo'lmaydi-da. Ya'ni kitob o'qigan odam o'zini jamiyatga qanday odam uni hurmat qilyapti odamlar, jamiyat. Mana shunday ko'rinishda taqdim etish kerakligini tushunish kerak. Ya'ni menga farqi yo'q deyish kerak emas. U shunga majburda. Xo'p, odamlar jamiyat uchun qayg'uryaptimi? Jamiyat kitob o'qishini istayaptimi? Olomon shu seriya talpa deymiz-ku, bitta pog'ona tepaga chiqishini xohlayaptimi? O'zini prinsiplaridan kechish kerak-da. Xo'p, odamlar shu boy odam bo'lib, shu odamlarni odamlar yoqtiradigan obrazda o'zini talqin qilish kerak. Namoyish etish kerak. Boshqachasiga yo'li yo'q. Jamiyatga boy, ziyoli qatlam kerak. Bizni jamiyat boy bo'lsangiz, nimagadir erishgan bo'lsangiz, yaxshi avtomobilda yursangiz, uyingiz yaxshi bo'lsa, yaxshi kiyinsangiz, keyin sizni eshitadimi? Xo'p, shundaymi? Boshqa iloji yo'qmi? Mana shunday taqdim etish kerak adabiyot kishisi. Adabiyot kishisini kitob o'qiydigan odam borib mana shunday bo'lar ekan, telbanamo bo'lar ekan, gaplari aljirab qolar ekan degan xayolga, mana shunday xulosaga olib kelib qo'yish kerak emas.